Qadrli Javohir bolam. Assalomu alaykum hurmatli prezident, yaxshimisiz? Haydar ketdi. Xursandman. Yoningdagi Mana shu katta yutuq bilan yoningda turgan ana shu ota-onang, bobolaring, barcha yaqinlaring, murabbiylaringga ham hammasini muborakbod etaman. Rahmat kattakon hurmatli prezident. meni faqat xursand qilib yuribsan. Butun xalqimiz duoda edi. Mana shu duolari ijobat bo'ldi. Rahmat kattakon. Qahramonimizsan, shuni bilgin. Rahmat kattakon hurmatli prezident. Albatta bu boshlanishi Olimpiadada ham yurtdoshlarimiz bilan g'alaba qozonishga harakat qilamiz hamda yilning oxirida bo'lib o'tadigan jahon toji uchun kurashda xudo xolasa o'shanda ham g'alaba qozonaman. Katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Men buni his qildim. O'zbekistonda hattoki billboardlarda turgani menda juda ham katta hayajon uyg'otdi turnir mobaynida, to'g'risini aytsam. Har safar aytgan gapingiz Ustidan chiqayapsan, shuning uchun yil oxirida nasib bo'lsa jahon tojini ham vatanimizga va'da bergandek albatta olib kelasan, bunga men ishonaman. Rahmat kattakon. Ilohim ishonchingiz uchun rahmat.